Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Mana Xudo xolasa pistolet sanab shikasini ham tugatdim. Kafilni ko'ringlarchi. Kafilimiz 20 ga 40. Gullari bir-biriga to'g'ri kelgan. 45 namni kesib chiroyli qilib bitirib qo'ydim. 9 sm kusuk tushgan. Bo'ldi. Kusuk bu orqa tomoni. Yana suturbalar bor. Xudo xolasa devordan boshladim. Kechimaga kusuklarni qo'yib, 45 dan kelib chiroyli qilib ketaverdim. Chirset meni o'chib qoldi. Iloji yo'q, almashtirib yangilab qo'yamiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Bitta kesak deb bittalarni kesak qo'ymasak bo'ladi. Ana do'stlar, endi menga afsuski shuni olib tashlash kerak. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Olaylikchi. Ana. Tashladik. Mana o'rnida Xudo xolasa polni loy. Toki mana raqamlarim chiqib qo'ygan. 1 2 3 5. Meda baka yozuvlar ham turibdi. Unda akkuratnik loyni olsak, Xudo xolasa boshqa qo'yamiz. Mana do'stlar, Xudo xolasa mukafilni almashtirib qo'ydim. Butunga tik qo'yilgan. Bu yoqda kusuklar ketgan. Bu tomonlarni ham qo'yib chiqdim. Uni butunlarini mana kusuklar qo'yib, kesiladigan kusuklar qoldi. Buni ertaga qilamiz endi. Bunga bo'ldi.